Drabilkani maslarga olib o'rtacha tekshirib turamiz. Qani aka bosing. Aka bu drabilkami bu yo? Drabilka bu. Bitonli ham qayerda boryapti? Metallari вообще bomba ekan. Akamiz aytayaptilar, atrofda 6 ta qo'yishar ekan, akalarimiz 8 ta qo'yishibdi. Xudo xolasa kimga shunaqa drabilka xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqalarga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Mana bu tomonda ham akalarimiz ishlarni qilib beryapti. Xudo xolasa вообще behisola mana. Qaranglar endi. Hamma yo'q. O, qaranglar. Ketdi bo'lmasa. Ishlar archida. Ey! Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqalarga chiqinglar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab arzon narxlarda qilib berishadi. 1.799.000 so'mdan. Qani aka ishlarini ko'rsatingchi. Bu bug'doyni kepay qilib yuboribdi. kepay aralash shakar qilib chiqaradi. Qarang, buchi aka. Bu makkani ham jorma qiladi mana. Aha. Vay. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, pastda nomerlari bor, aloqalarga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor.